Erkin Vohidov xalqimizning ma'naviy yulduzi. Erkin Vohidov O'zbekiston xalq shoiri, dramaturg, tarjimon, ziyoli va jamoat arbobi sifatida o'zbek adabiyotining yorqin vakili bo'lgan buyuk shoirdir. U she'riyati bilan o'z davrini ruhini ifoda etib, xalq hayoti, insoniy qadriyatlar, vatanparvarlik va ma'naviyatni chuqur his qilgan ijodkor sifatida tanilgan. Erkin Vohidov bu shunchaki shoir emas, u xalqning dardi va quvonchini yuragidan o'tkazib, so'zga aylantira olgan siymo. Uning she'rlarida vatanga muhabbat, insoniylik, vijdon, halollik va hayot falsafasi chuqur ma'no bilan ifoda etilgan. Shoirning har bir satri o'quvchini o'ylashga, ezgulikka va ma'naviy poklikka chorlaydi. Ayniqsa uning O'zbegim she'ri milliy g'ururimiz timsoliga aylangan bo'lib, xalqimizning o'zligini, tarixini va buyukligini ulug'laydi. Erkin Vohidov ijodida inson qalbi, jamiyat muammolari va davr ruhi o'zaro uyg'unlashib, adabiyotimiz xazinasini yanada boyitgan. Shoir nafaqat she'riyatda, balki dramaturgiya va tarjima sohasida ham samarali ijod qilgan. Gyutening Faust asarini o'zbek tiliga tarjima qilgani uning ijodiy salohiyati va til boyligini yaqqol namoyon etadi. Bugungi kunda Erkin Vohidov asarlarini mutolaa qilish bu faqat adabiy zavq emas, balki ma'naviy tarbiya maktabidir. Uning ijodi yosh avlodni vatanga sadoqat, insonga hurmat va vijdon bilan yashashga undaydi. Bugungi Erkin Vohidov ijodiga bag'ishlangan buktrellerimiz kitobga bo'lgan muhabbatimizni yanada mustahkamlab, ma'naviy olamimizni boyitsin.